Hozir bo'layotgan videoning просто hazil ustiga, ya'ni Sarvar juda ko'p qizlar bilan gaplashar ekan, bamli ekan deb o'ylamanglar. Tug'aqim. Assalomu alaykum. Do'stlarim, yaxshilar, sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Rosa ko'p qizlar bilan gaplashadigan bolalarni 8-mart kuni yeydigan ujunni ko'rsataman. Hozir bo'layotgan videoning просто hazil ustiga, ya'ni Sarvar juda ko'p qizlar bilan gaplashar ekan, bamli ekan deb o'ylamanglar. Tug'aqim. Bugun 8-mart kuni juda ko'p qizlar bilan gaplashadigan bolalarning yeydigan ovqati bu roltan. Bu zo'r, qarang, bulyoni ham bor. 8-mart bilan ayollarimizni, qizlarimiz chin dildan tabriklayman. Baxtimizga doimo sog' bo'lsinlar. Nima niyat qilgan bo'lsa, inshaalloh shu yil erishish nasib qilsin. Baxtimizga sog' bo'linglar. Tabriklayman. Erkak kishiga ham oson deb o'ylamanglar. 8-kuni juda ko'p rasvot qilgandan oxir o'zi roltonga qolib ketadi. Ushbu videoni bamlikni ustingizga jo'natib qo'ying.